Endi o'tgan ko'rsatuvda ham hozir bitta qo'shiq aytib beramiz. Menga qadrdon do'stim, xalqimizni sevimli san'atkori, qo'qonlik do'stim Tohirbek Mahkamov Qandoq chiday degan qo'shiqni bizga qilib berganda, bu asli muallifi namanganlik ustozimiz Hamid aka Mallaboyev. Iloyim sog' bo'lsinlar, umrlari uzoq bo'lsin. Shu inson shu qo'shiqni yaratgan. Tohirbek aranjировкаlar qilib, birga ijod qilishgan. Men ham havas qilib konsertga ketganman. So'zlarni Ziyoddin aka Mansurov yozganlar, shuni ijro qilib bersam, maylimi? Albatta, maylimi emas, kerak bu. Hayolimdan o'tib tursang qandoq chiday, zimdan taqib etib tursang qandoq chiday. Hayolimdan o'tib tursang qandoq chiday, zimdan taqib etib tursang qandoq chiday. Hayolimdan o'tib tursang qandoq chiday, zimdan taqib etib tursang qandoq chiday. Hayolimdan o'tib tursang qandoq chiday, zimdan taqib etib tursang qandoq chiday. Mehrimga zor ekaningni tutib pinhon, parvodek kulib tursang qandoq chiday. Mehrimga zor ekaningni tutib pinhon, beparvodek kulib tursang qandoq chiday. Qandoq chiday, qandoq chiday, qandoq chiday. Do'stlarimdan meni so'rab, lek o'zimga aytar so'zingni yutib tursang qandoq chiday. Do'stlarimdan meni so'rab, lek o'zimga aytar so'zingni yutib tursang qandoq chiday. Suratingga boqsam etik bag'rimni qon, nigohingla o'tib tursang qandoq chiday. Suratingga boqsam etik bag'rimni qon, nigohingla o'tib tursang qandoq chiday. Qandoq chiday, qandoq chiday, qandoq chiday. Begonani
mangu Neyleysi yaylık sevgilim dilda mangu Hancar kabi botib tursang qandoq chilay Hanjar kabi botib tursang qandoq chiday 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 deb Hamid akam shu qo'shiqni chiroyli qilib ijro qilganlar. Haligi negativlar ham yozishganda bu nimaga siz otingizni aytib o'tmadi deb. Odam har xil vaziyatda shokda ham bo'lib qoladi-da. Shu inson umri uzoq bo'lsin ustozimiz. Chunki bu qo'shiqni hali davom bor. Uni sizga beraman, ijro qilasiz deganlar, hali yangi u. Xudo xohlasa. Ziyoddin aka Mansurov yozganlar. Shular sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin.